الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbim mana shunday muborak kunlarga, shunday chiroyli kunlarga yetkazdik. O'zingga beado shukr, o'zingga hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz durudlar, salomlar, salovatlar bo'lsin. Shu bolaginamni kuyov qaddi bastilariga ko'z tegmasin. Mana bugun kuyovlik liboslarni kiyadigan bo'lsalar, kelasi yil otalik liboslarni kiyib oltin mishinalar Allohdan sizga nasib eylesin. Atvomishdek o'g'liz bo'lsin, Bashchinoydek go'zal qizchalari bo'lsin, farzandlari go'zal bo'lsin, ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin, solih bo'lsin, soliha bo'lsin. Duoda qo'l ochib amin degan barcha mu'min mu'minalarimiz ilohim beshik to'ylarga yetkazsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Muborak to'y, muborak to'ylaringiz muborak. Bugun shodiyona kundir, yaxshi kunlar muborak. Yoring do'ppi yubordi, boshing omon bo'lsin deb. Oltin boshingiz omon bo'lsin kuyov bolam. Qaynonang to'n tikibdi, taning rohat ko'rsin deb. Bolaginamni bolasi 2 o'g'il, 2 qiz bo'lsin deb. Yor yuborgan ro'molchasi yaltillasin qo'lingizda. Tezroq boring, sevar yoriz intizordir yo'lingizda. Sarbilbog'lar yarashadi, kuyov bo'lgan bo'ylaringizga. Kelasi yil xizmat qilay, charcha o'g'lon to'ylar. O'g'illi bo'lsin, qizli bo'lsin. Olinglar, olinglar. Qizli bo'lsin. Tamam, o'zar bakalım. Olinglar, Muslim. Arkası kalkıkla. Bodum bilan. Olayım. Hayotları oxirlilarda totli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin ilohim. Olinglar kayflardan, bachalar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Avvalambor keling kuyovlarimizni rizqi mo'l bo'lsin, badavlat bo'lsin, basavlat bo'lsin, ser farzandli, ser davlat bo'lsin. Duoda qo'l ochib turibmiz, duoda qo'l ochib turgan qo'llarimizni Robbim hech qachon qurib qaytarmasin. Robbim bir-biridan go'zal, shirindan shakar farzandlari ko'p bo'lsin. 100 yoshgacha mana shunday go'zal bo'lib, sevilib yashashsin. Abdurahim. Allohning chiroyli muhabbatlari. Sochiya do'ppidan ostishgan artaslarda. Dargohlariga qabul bo'lsin. Alloh 2 dunyo saodatdan bahramand qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Baxtli saodatli bo'lsin. Amin. Allohu akbar.